Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yine Gürlen Komünizm yerine geldik. İsedi mahalle. İsedi mahallesi ekan. Svetli kukuniyat buyurdular. Zakasını tayyorlab berdik. Nişik möbil gerek olan bolsa, qulaqasa tayyorlab beramiz. Almaqlardan bol adam boldu. Yine ajoyib. Beri kirmaşin avtomatına maslab qo'ydik. Yine bu sensorli moyka, eng oxirgi piskadagi moyka. Asan tavaq qo'yganlarim bor. Yine kullablari yaxshi o'z tortib ketadi. Mana bu chetlari kompyuterda bosib turibdi, yetilib qolmaydi. Svetini teyindan qo'yib berdilar. Shunda bir yaxshi boshqacha ko'rinib turadi. Mana shu yoqdalar. Kimani ishga yoqsa, xudo qalasa, xohlagan rangingizda, xohlagan fasodda ishlab beramiz. Mebel yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Nechik mebel kuningiz o'rnadimi? Sabir Mahmudcanman. Rahmet. Qo'llarni qo'ydan dar qo'ymasdan hammangizga rahmat qo'yay. Ha. Bo'ladi. Mana qiz beribdi, rahmat qilganim. Ha. Katta rahmat. Shuni shuncha aytib o'tirman, aytdim rahmat qizga. Ha. Yine esa va xalosa shuning mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil rangda ishlab beramiz. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar, hammasidan tayyorlab beramiz. Kuxunni yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sog' bo'ling.